ehtirom qilib kuzatib boringlar deydi. Haligi Sumoma asr tushgan odam. Hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni qolmanglar, zimmanga tashlanglar. Bor yo'g'ini nima qilinglar, musodara qilinglar. Agar iymon keltirmaydigan bo'lsa, uringlar, boshqa qilinglar desa bo'ladi. Lekin islomda unaqa narsa yo'q. Alloh subhanahu va taolo Jibril alayhisalom orqali Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Sumomani shunaqangi bir o'zingizga jalb qilingki, sizni qilgan muomalangiz sababli Sumomani qalbida sizga va Allohga va uni diniga muhabbat paydo bo'lsin degan edi. Rasululloh ya'ni shuncha katta boyligini bildi. Kerakli odam ekanligini bildi. Unga shart ham qo'ysa bo'lardi. Mana shart bor. Makka ga borasan, mo'ishlarni qilasan. Bo'lmasa biz seni ozod qilmaymiz desa ham bo'lardi Rasululloh. Lekin payg'ambar alayhisalom hech nimani o'rtaga qo'ymadi, hech qanaqa shart qo'ymadida, ozod qilinglar buni dedi. Aytganini qilinglar, chiroyli mehmondozlik qilib, aytgan narsalarini berib, chiroyli sovg'a salomlar bilan jo'natlar, ketaversin yo'lida dedi. Sumomani shunday ozod qo'yardi. Kimligini bilmaydi buni. Ya'ni Rasululloh o'z sahobalariga nima dedi? Sizlar tutib kelgan kimsa bir qavmni kerakli qavmdir. Bizga foydasi tegadigan odam tutib kelibsizlar dedi ularning ichida. Lekin ozod qo'yinglar dedi. Sumoma ozod bo'lib tashqari chiqar ekan, bu qanaqa odam ey? Odamlar hammasi bu Muhammad alayhisalomni yomonlab, hammaga yomon ko'rsatayotgan edi. Makka ahli bizgacha elchilar jo'natib, shunaqa bir Muhammad degan bir astag'firulloh bir majnun jinni chiqib qoldi. Agar u borib qoladigan bo'lsa, unga ergashmaylar deb Sumomagacha xabar kelgan edi. Bu odam unaqa odam emas ekan-ku. Rob borosa rosmoni bo'lgan odamlardan ham yaxshiroq ekan-ku. Halim inson ekan-ku. Dedi, u tashqari chiqib rosa o'ylanib turdi. Va o'sha davrda biz kecha ziyorat qilganimiz Baqiya qabristoni Orqat deb qo'yiladi, bir o'rmonzor edi. Ana shu yerga kiradida chiroyli ustidan suv quyib, g'usl qilib, hech kimni bir zo'rlovsiz o'zi Alloh taolo qalbini Alloh va Rasuliga moyil qilib qo'yadi. Sumoma shunday Rasululloh oldiga kiradi. Hamma sahobalar uning ichida Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu Sumomani kirib kelayotganini ko'rib Rasulullohga bir narsa qilib qo'ymasa edi. Chunki uni qalbidagi narsani ham bilingan edi-da. Niyati nima edi? O'ldiraman degandi Rasulullohni. Rasulullohga bir narsa qilib qo'ymasin deb Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu boshqalar unga peshvo chiqib uni yo'lini to'sishganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deb qo'yinglar dedi. Deb qo'yinglar, yo'lni ochib qo'yinglar. Eshityapsizlarmi? Kim to'g'ri gaplashyapmiz? Sumoma ibn Usol va kim o'rtada? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar o'rtasida bo'layotgan hikoya, real. Erta emas, to'qima emas. Payg'ambarimiz alayhisalom deb qo'yinglar dedi, deb qo'yinglar. Sumoma shunday keldi, ya Rasululloh dedi. Shu soatgacha, shu kungacha sizni ko'rmagan bo'lsam-da, hayolan siz meni eng ashaddiy yomon ko'rgan dushman edingiz. Dushmanim edingiz. Bugundan sizni bu qilgan muomalatingizni ko'rib, sizdan yaqin inson menga qolmadi. Ayting, qanaqa qilib iymon keltiraman? Iymon bu ne'mat inson bolasiga berilgan. Agar musulmonlik ne'mati bergan bo'lsa, musulmonlik ne'mati berilgan bo'lsa, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi berilgan bo'lsa, shu kalimani ostida yashayotgan inson bo'lsak, bundan boshqa ulug' ne'mati yo'q. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Ali Imron surasida bandani tili bilan Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana va hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ya'ni duoda qisqagina ma'nosi, ey Robbimiz, bizga ulug' iymon degan ne'matni berding. Hargiz u ne'matni bizdan olib qo'ymagin deb so'raladi. Biz bandani tili bilan Alloh taolo kitobida oyat nozil qilyapti. Endi qarang, Sumoma nima niyat bilan kelyapti? Yo'lda nima niyat edi? Ketish niyati nima edi? Umra edi. Agarda Rasululloh uchrab qoladigan bo'lsa, hatto Rasulullohni qatl qilishning maqsadi ham bor edi. Alloh nima qildi? Qalblarni shunday burib qo'ydi. Ey qalblar qo'lida bo'lgan zot, hargiz qalbimni o'z holiga tashab qo'ymagin dedi Rasululloh alayhisalom. Allohning dushmani bo'lib kelayotgan, Allohning Rasulining dushmani bo'lib kelayotgan kimsa bir necha daqiqada Rasulullohning go'zal muomalasi, sahobalarning chiroyli muomalasi sababli qanday iymon keltiraman ya Rasululloh dedi. Rasululloh ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu desam bo'ldi dedi. Boshqa hech nima yo'q dedi. Hali odam ya Rasululloh men iymon keltirdim sizga. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb kalimalarni keltirdi va musulmon bo'ldi. Yana Rasululloh sahobalarga buyurdi, u odam chiroyli qilib mehmon qilinglar dedi.
chiroyli mulozamat ko'rsatdi. Yanada islomga bo'lgan muhabbati yanada ham oshdi. Va yana bir kuni Rasulullohning oldiga keldi.